bo'lgan. Hatto payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ham Muizza ismli oppoq mushugi bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mushukni juda yaxshi ko'rganlar. Mushuk u kishining muborak tizzalarida uxlashni xush ko'rgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mushuk uxlab yotgan paytda mushukni hech qachon bezovta qilmaganlar. Tahorat qilish uchun olib qo'ygan suvlarini mushuk bir ikki ho'plam ichib qo'ysa ham o'sha suvdan tahorat olib namoz o'qiganlar. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mushukni pokiza hayvon deb bilganlar. Rivoyatlarda aytilishicha, kunlardan bir kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ilon chaqmoqchi bo'lib tashlangan paytda mushuk ilonni g'ajib tashlagan. Sahobalardan Abdul Rahmon raziyallohu anhu ham mushukni juda yaxshi ko'rgan. Qayoqqa bormasinlar, qo'llarida mushuk ko'tarib yurganlar. Shuning uchun bu sahobani